Bismillahirrahmanirrahim. Hatami Asam degan o'ylab o'tgan burada. Asam degani negizi kar quloq degani da. Quloq pas degani. Quloq pas deganga shul o'qasi bo'lgan ekan. Bir kun shunday uyinda o'tirganda bir kampir bir so'rag'ani kelib turdigan. Oldidan keyin qaltirab titragan ulug'larning oldida qaltirab titrab o'tirasingda. Anan bir so'raydi deb o'zini sazda o'tirayin deb jel chiqib ketibdi-da. Jel chiqib ketgandan keyin anan bichara kampiraning uyalib, qizarib, bozorib, nima qilarini bilmay turganda anan bu Hatam uni payqab qoladigan uyalganni. Qulog'ini tutib qattiqroq söylangchi, men yaxshi uqmayman debdi-da. Anan kampir yaxshilik qaytgan deb anan keyin anan biraz o'ylanib uyalib turganda da'vat ustira qattiqroq söylang, qattiqroq men taqruq qo'yman deb shunday debdi-da. Desana ha bu yaxshi uqmayotgan anda meni bilibdir deb anan so'rovni aytib, so'ragandan keyin bo'ldi kar quloqlar söylaganda qattiq baqirib söylab javob beribdir-da. Anan kampir anan suyungan bo'yicha chiqib ketibdir. Yaxshi uyat bo'lib nuqtapdir deb anan. Shundan keyin o'sha Hatam shul kampir uyalib qolvasin deb o'shani hurmati uchun o'zini kar quloq qilib olgan ekan-da. Ol kampir 15 yil yashagan ekan. 15 yilgacha o'zi quloqni o'qpas qilib olgan ekan. Birov söylasa da o'qpayman deb söylasa da quloq o'qpagan odamlarday qattiq baqirib söylab o'shanib yurgan ekan. O'shal kampir o'lgandan keyin anan murda sazına kelib o'qat turgan bo'lgan ekan-da. Mana o'liyalar shunchalik misol bir hurmatini, avrisini saqlayotganda, shol uyat bo'lib qolvasin, uyalvasin deb 15 yilgacha o'zini kar quloq qilib yurgan ekan. Shundan keyin o'lar darajasi etganda. Bir kun shunday cho'g'ilib o'tirgandan ko'p odamlar kelib, Allohga bayon qilib, ma'ruza qilib, naqirda duo qilgan ekan. Ya Allohim, shul majlisga eng bir cho'ng qilgan gunohlar bo'lsa-da, eng bir jaman gunohlar qilgan bo'lsa-da, nomi amalini gunohning qaraligi bilan to'ldirgan bo'lsa-da, o'shalarning gunohlarini kechirganing ya Allohim deb duo qilgan ekan. Ana shularning ichida bir yigit bor ekan, al kepin nurdab tirilik qilatganda. Kim jang o'lsa, park ko'mganda tunda borib, o'shani kepinlari suvurib olib, kelib juvib tozalab bozorga sotib, shuncha kun ko'ratganda. Ana ertasan shu bir odam o'lib, ana park ko'mibdirlar-da. Ana bu qadimgi deyil, ana kim bor o'shaning tunjarımdan keyin bari o'sha go'rni ochib, kepinni olmoqchi bo'libdi. Go'rni ochgandan keyin lahatda ochgani kireyin deganda shu go'rni ichidan shunday un chiqqan ekan. Ey, kechela Hatami Asam duo qilib, sening gunohing kechirildi-ku. Daha shu gunohni qaytalamoqchi bo'lsin. Bo'ldimi? Boshqa ish qil deb. Shunda un chiqibdi-da. Anam bir qo'rqib, qaltirab titragandan keyin shu Hatami Asamga kelgan ekan. Men shunday günüm barlı, günümde moynuma aldım. Siz şu an kecha duo qilgan ekan, siz duoңыз qabul bo'lib, meni günüm kechirilibdir. Devanan shundan qayradan anam tavba qilib, Hatam Asam oldida. O'sha kepen o'rdashdan qolib, ana boshqa ish bilan alik bo'lgan ekan. Shunday bu ulug' odamlardan duosi inshaalloh qanday duo qilsa, Alloh taologa yaqin qabul bo'ladi ekan shunday. Bir kun bozorga borsa, bir yerda el shunday to'polib qolibdi-da. Mana bunda nima gap bor ekan deb baqirib borsa, bir shogirdini biri etigidan bekkam qaramag'an. Men aqsamni ber, men aqimni ber deb qiynayotganda, keyin aqrin so'ralab bilsa, o'sha shogird o'shaning birdagi sotib olgan ekan. Ana bir oygacha aqchasini berem degan ekan. Bir oy bo'lib qoldi, aqchasini tavallab beralmay yurgan ekan. O'shanda bozorda qarmab olgan ekan, aqchani bergin deb qistavotgan yer ekanda. Ana bu Hatam Asamda shogirdning tarafini olib qo'yib yuborgan, elning arasida ko'p sharmanda qilib, ko'p baqirtaverib, ko'p uyat qilaverib. Bilet Beret şu senin aksanda. Dese yok, bana hazır versin. Hazır gerek bana. Dep takkaranan tırışıp dur olgan eken da. Bir gün mönet vertese de bolup etken da. Ama Hatam Asam'ın ekin, açıolanın ekin. İşi dögüp tonunu çeçiptir dağın, çıpan çeçiptir dağın. Yerge şunday kakkanda bıdır etip altınlar saçılıp düşkön eken tonudan. Al, kalağanısa. Özün akındı gana al deptir da. Aqından aşıqça alvağın ki biri kolun qurğap qalat deptir da. Qarasan ekin altınlar yerde tөгülüp zata terib alıptır. Aqısı bitkenden keyin dağla tereveriptir da. Oşoq yere qol qurğap qalıptır da. Bu ulug' odamlar keremeti, qarg'ishlari, nafasları davlat ta'sirini tegizayotgan da shunday. Anan o'zi Xorasonlik bo'layotgan Balxga borganda Balxning podshosi, xalifasi bo'lib Hatam Asam kelajayotganda anan uyine chaqiribdi-da, mehmon qilib. Uyine kelganda Hatam Asam xalifaniga kirgandalar assalomu alaykum ya Zohid deb ko'rishibdi-da. Zohid degani so'pi deganda bizcha. Negizi Zohid deb dunyoni tark qilgan odamni aytadi-da. Dunyoga qarab olgan, dunyoning ishi yo'q odam, o'shani Zohid deb qo'yadi-da.
Degende al halifadan keyin meni zahid deysiz. Men qandaycha zahid ekanman. Meni mülkümde qalaganym çaqçam bar, altınım bar. Qalaganday sartayım, qalaganday kiyemin, qalaganday içem, qalaganga beremin. Men zahid bola olaman. Zahid sensin deptir da. Eshitgan joq deptir da. Dese yo'q, sen zahidsin deptir. Nega anday dese, bir oyat o'qib beribdir Alloh Qur'onda nasazbillah. Ama ta'ud dunya qalil degan oyat barda. Bu dunyoning boyligi Allah Teala'nın aslında kiçneke bir qıpınçalık. Dünya tola altın bolsa da Allah Teala'sı bir qıpınçalık kadır farkı yok deydi da. Oşonduktan dünyanı Allah Teala jaratkandan beri dünyaga qaragan emes deydi da. Dünyanın baylığına. Sebebi Allah Teala aslında bir dünyanın baylıkta bir qıpınçalık kadır farkı yok deydi. Eğer qıpınçalık kadır farkı bolganda dünyanı kafirlara beribeytiler. Kafirlar qalagança bayıp, qalagança jırgap atat. Sebebi Allah Teala'nın aslında bunların kadır farkı yok. Oşonduktan berip koyganda. Anan şu ayatda okup bergenden keyin mana bu dünya Allah Teala'nın aslında hech qanday qadr farkı yok. Qıpınçalık qadr farkı yok. Biroq siz halifasiz, sizin qo'lingizda büt dünya baylık, mülk var. Biroq baylık mülklerin bari bir qıpındayda em. Qıpınçalık qadr farkı yok. Oşonday bolsa da siz oşonda bir qıpınday kichine gana bir baylıkka mülk menen qanayat qilib yurgandingizde men sizni zahid deb aytib ataman. Men bolsa dünya menen deşim yok. Ahiret menen deşim yok. Hiç kimseye qarabayım degen eken da. Ulu adamlar dünyadan da işi yok bolatken, ahiret menen de işi yok bolatken da. Onların maksadı Allah'ı bir körsem boldu. Dozoktan da korkmayın, beyişinde kerek emes, dünyada kerek emes dep yüretken da. Bunlar Allah Teala'ga aşık bolgan adamlar eken da. Tünü günü şu Allah'ı bir körsem, ahiret görganda Allah'ın jabalını bir körsem boldu. Men beyişimde şol, jırgalçılığımda şol dep. Oşan talap koysatken da. Oşan tip durganan kim alar? Oylayalıklara hazret etken. Anan dünyaga qiziqsa, baylığa qiziqsa, beylikka qiziqsa, uy bilan qiziqsa, da oylar darajaga yetishlik